Xo'p, bugungi tema xudo xolasa santexnika haqida bo'ladi. 200 kvadratlik kvartiraga hozirgi zamonaviy отопление sistemasini qilganda qancha xarajat ketadi? Shu haqida ma'lumot berib o'tamiz. Videomizni oxirigacha ko'ring. Operator kotelni bitta ko'rsatamiz. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda nimalar qildik? Boiler qo'yib berganmiz. Расширительный bak. Xo'p, ikkita запасной бочка 500 litrlik qo'yib berganmiz. Avtomatika qilib 5 shumli motorni ham qo'yib berganmiz. Gidrokollektor qo'yib berganmiz. Ikkita etajni ikkiga bo'lib, отдельный nasosga taqsimlab nasos qo'yib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, har bitta melochevkasiga detalni e'tibor beringlar. Xo'p, filtr kolba qo'yib berganmiz. Ikkita etajni hisobini olib, suvni filtrlab beradi. Xo'p, aytib o'tadigan narsa, xo'p, одноконтурный котел qo'yib berganmiz. Евроход firmasi, расширительный bak обязательно yonida qo'yib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin har bitta detalga. Yana bitta aytib o'tadigan narsa, kvartirniy variantga juda ham yaxshi narsa. Datchik протечка, mana shuni ko'rishingiz mumkin. Datchik протечка bu narsaning vazifasi suvda uyning ichida kvartirniy variantda zatop bo'lgan paytda o'sha narsani oldini oladigan narsa. Ko'ring, har bitta mana shu 200 kvadratlik kvartiraga общий usti haqidan tashqari полный kotelniy, bochka, motor, полный gidrokollektorlar hammasi общий materialni o'ziga uyning egasiga полный $7250 tushdi. Ko'ringlar, shunaqa sifatli xizmatlar, santexnika xizmatlari kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling, sizning uyingizni ham hamma tomonlama komfort qilib beramiz.